Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Bugungi mavzuyimiz ko'pchilikning mol boqayotgan odamlarning muammosi bo'lgan mollarning tagini go'ngini tozalash haqida bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Bu apparatimiz molxonaning mollarning tagini, ya'ni go'nglarini tez fursatda tozalashga yordam beradigan apparat hisoblanadi. Bu apparatimiz bitta motor va ikkita tarafdan o'sha go'ngni tozalaydigan ikkita qanotga ega hisoblanadi va bular 5 tonnagacha bo'lgan go'ngni bemalol tozalab bera oladi. Bu go'nglarimiz o'z navbatida molxonadan chiqib, maxsus qilingan ariqlar yordamida o'zining oxirgi manzili, ya'ni o'sha maxsus qilingan yamalarga borib tushishi kerak va shunday bo'ladi. Bizning apparatimizning afzallik tarafi, xohlasangiz o'zingiz xohlagan paytda yoqishingiz va xohlagan rejimingizga qo'yib qo'yishingiz, ya'ni ertalab qachon ishlaydi, obedda va kechqurunga bemalol rejim qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu tozalangandan keyingi holat. Va bu suyuqligimiz, ya'ni bu ko'rib turgan suyuqligingiz mollarning go'ngiga suv, ya'ni suv aralashib, suyuq holatga o'zining yamasiga kelib tushishini ko'rishingiz mumkin. Va bu ortiqcha asboblarsiz, ya'ni ishlatiladigan lapatka va o'shaga ya'ni texnika boshqa qashqalarga pul sarflab o'tirmasdan bitta uskuna yordamida qilishingiz mumkin. Bu yamalardan olib, bu uskunamiz, apparatimiz, ya'ni o'sha go'nglar kelib tushgan yamadan go'ngni olib, suyug'ini suyuq, quyug'ini quyuq holatga ajratib beradigan separator apparatimiz hisoblanadi. Kimga shunday uskuna va xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, MOS jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz.